Assalamualaikum mikrofallık izli kurmeller, teşekkürler hayırlı olsun. Ben Adil Erbilgur. Uyghur Tədqiqat İnstitutundan hem Allah'a senin salamı yollayım. Her 15 gün bir kısım eksik olan Tarih Söhbetleri namlı programımızı hoş geldiniz. Programımız mühim olsa, institutumuz müdiri, şundakla, Adil Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bilim Okutması Doçent Doktor Erkin Ekrem Muallim oldu. Erkin Ekrem Muallim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Biz programımızda umlarını izahlaşda ehemmiyet verdik. Bugünkü programımızın oxşashda həmmimizin qiziqish dairəsi bolğan Xitay, Xanzu, Dungu qatarlıq umlarını izahlaşdırışımız bizce Xitay degan qum məsələn bir mədəniyyət topluluğunun ismimi, yoki bir millətin ismimi, yoki bir dövlətin ismimi, yoki bir rayonun ismimi, yoki bir ulusun ismimi degan məsələlər bəlkə bizning qiziqishimizni qo'zg'ashi mumkin. Biz şu Xitay'da atağın çözülüğünde münasebetlik atağılan izahat çıkıştırışımız. Aldı erkin malum Xitay'da vaxtı biz Uygurların nispeten, bu Şərq Türkistan nispeten Xitay'a alaka. Yat bir millet nakla degen qaraş bilen bu atağını, hukumni telaffuz qilamiz. Aldı bu Xitay atağısını başlasak malum. Atağısı qachon o'tib chiqqan, har qaysi manbalarda qanday qilg'ilindi, shuni bilib beramiz. Bu hazır bizning tilimizdagi Xitoy degan gap hamda tarixda yashangan bir Qitan. Orxun yezg'inda Qitan deydi hamda. Ne yega almışdigan ahvollar bor, shunga Xitoy deydigan bir so'z paydo bo'ldi. Buni asosan shu 18-19 asrlarda G'arb devletleri bo'lib, Yevropa devletleri Xitoy zaminida, hozirgi Xitoyning zaminida bo'lib shu Manchurlarning yashagan zamindagi xalqlarni Xitoy deydigan bir odat bor. Ammo bugungi shu biz deyotgan Xanzudan tashkil topgan bu jamiyatni Xitoy deyishi hamda shu Rus va Ruslarga yaqin bo'lgan yoki Sovetlar ittifoqininki bu sherik davlatlari ashuna Ataydan, O'rta Osiyoda Xitoy deb Ataydan. G'arbliklar, bo'libmi Yevropaliklar hamda China deydigan atog'i bor. U bo'lsa, shu o'z vaqtida Portugaliya, Ispaniya tijoratchilar Xitoyning janub taraflarida tijorat qiladi. Shu vaqtida bu Ming sulolasi bo'lsin va keyingi shu Manchur sulolasi bo'lsin, bularni China deb atadi. Bu China hamda inglizchada China bo'lib o'zgargan. Ama bununki mənbəsi qayerdən keladi degan vaqtida ba'zi talash tortishlar bor, o'xshashmasliklar bor. Ama normalda bu shu milatdan avval 221-206 arasında Xitoyda qurilgan Qing sulolasi, Qing Shi Huangning qurgan. Ashyadan keladi deydi. Türk halkı ve shu Arab halkı, yani Müslüman halklar Sin ve Qin deb ataydi. Shuningga ba'zi Xitoylarda Ibn Sina, shu Xitoyning o'g'li degan gaplar, shunday deyotgan ahvolmi bor. Uningdan boshqa hamda Xitoylar o'zini hamda Xanzu deb ataydi, hamda etnik chetdan. Bu Xanzumi Xan sulolasi, ya'ni milatdan avval 206da qurilgan Xan sulolasiga boshlaydi. Bo'libmi shu 19-asrning oxirlarida, 20-asrning beshida Xitoy o'ziga bir isim, yani etnik kimlik isim tepish uchun bu Xanzuni tanlaganda, bo'lmasa tarixda Xanzumi deb baqqan, Qangrimi deb baqqan, xil nimalarda ismlarda deb baqqan. Shuningga bu o'z vaqtida, ya'ni 20-asrning beshida Xitoyningki atoqli bir olimi bor, ya'ni Liang Qichao deydigan. Liang Qichao muxtalif asarlarda Mandak gaplarni degan. Deydi, Xitoy xalqi deydi, yolg'izlar sulolani biladi, ammo davlat degan hukmni bilmaydi deydi. Bu davlat degan hukm degani aslida shu Yevropada bo'libmi, shu Fransiya inqilobidan keyin o'tirib chiqqan shu ulus davlat degan, davlat degan hukmni asosida bo'ladi. Shuningga bu deydi, Xitoyning 24 tarixi deydi, 24 sulola tarixi aslında bir devletin tarihi emas, o şu sülalelerinin tarihi deydi. Hatta sülalenin
sheceresi deb ataydi. Shuningga bu Xitoylar yolg'izlar yer yuzi degan hukmni biladi, ammo yer yuzida nurg'un davlat bo'lganligini uqmaydi. Shuningga bu Xitoyning milliy davlat degan hukmni mushu Liang Qichouning 1903-1905larda yozgan maqolalarda bundan keyin o'ttirib chiqdi. O vaqtda Liang Qichou'ningki atlagan ulus kimlik Zhonghua Minzu. Zhonghua Minzu degan gap Xitoyliklarningki millati degan gap o'z vaqtida. Buni hamda siyosiy jihatda buni birinchi qitim Sun Yat-senningki inqiloblar birlikda chiqdi. 1911'da bir hokimiyatni e'lon qildi Zhonghua Minzuda. Ammo Xitoylik demak. Shu vaqtda o'xshash vaqtlarda mushu Yuan Shikai Beijingda bir hukumat qurdi. Bu 5 millatdan tashkil topgan millatdan qurilgan bir davlat. Bularmi shu Zhonghua Minzu deb atalgan. Ammo bularning Zhonghua Minzu degan 5 millatdan. Ya'ni Xitoy, Manchur, Mongol, Müslümanlar va Tibetlar degan. Shuningga bu Zhonghua Minzu o'z vaqtida xil-xil nimalar bor, o'xshamaydigan bunda hukmlar bor. Hamda hozir hamda Xitoyning Zhonghua Minzu degani 56 millatdan tashkil topgan ulus kimlik. Ya'ni davlatningki kimligi shaklida ko'ryapti. Ya'ni bu Zhongguo degan ism, ya'ni bizning davlatgan Xitoy degan Zhongguo degan ism, mushu Zhonghua Mingu va Zhonghua Renmin Gongheguo degan ikki davlatning qisqartgan shakli davodidir. Ya'ni bugungi biz ulus davlat deganda Zhongguo davlati degandek anda tushunadi. Tarixda bu Zhongguo degan gapningki ma'nosi ko'p bo'lgan. Ya'ni bugun Xitoyning davlatgan Zhongguo Xitoyningki davlati degandek ma'noda emasdi. Buni keyin ya'ni davom qilgan chog'da yana so'zlashamiz. Ya'ni mening demoqchi bo'lganim, hozir biz Xitoy deylik, China deylik va Chin deylik, Sin deylik. Bular hammasi Xitoyning davlatgan Zhongguo bilan biroz farq bor. Ba'zi tarixchilar bu haqida tadqiqotlarni ilib borgan. Misalga Tayvanlik dağlıq bir tədqiqatçı var, Wang Armin deyilən birisi. Bu Kona, yəni qədimi vaxtdakı Zhongguo'nu izlenibdi həm də nurgun kitaplarla qarab. Bir yerdə həm də bir qancha ma'no bor ekan. Birisi mushu Shashangzhou deyilən bu Xitoyning rətlib olgan davlat shajarasi bor. Aşı Zhou davlatında birinci qitim mushu Zhongguo degan gap chiqibdi. Ammo Zhongguo deb yozilmagan. Zhongyu deb yozilgan. Bu Kona Xitoychiningki ramkasini chiqarib yetib, ichidagi xat bor. Shu ichidagi xat hamda. Nimishki bu bundan chiqib qoldi deganda hamda Zhou davlati vaqtida bir podshohlik qurganda hamda bu podshohlik nurg'un beyliklardan tashkil topdi. O'zi markazda o'tag'ashqa, atrofda nurg'un derebeylik davlatlar bo'lg'ashqa o'zini Zhongguo deb atagan. Bo'libmi Zhou davlatiningki podshohlarini o'tag'an siklning ichi Zhongguo deb atagan. Hamda Zhou davlatining qurg'uvchi oilasi Xitoy emasligini nurg'un tadqiqotchilar o'tirib qo'yadi. Buni Xitoylarmi degan. Misol Xitoyningki bir tadqiqotchisi, xeyli danqillar tadqiqotchisi, bu Chen Zhongmian degan birisi. Onunki nurg'un maqolalardami ashuni jaqalaydi, uni keyin bir vaqtlarda deyishamiz. Buning ma'nosi, ya'ni Tangri yer yuzida bir hukmdorni tanlagan, o tanlagan hukmdor yer yuzining markazida o'tiradi. Ya'ni shu vaqtdagi Zhongguo yer yuziningki markazida degan gap. Bu birinchi ma'no. Keyin bu Zhou davlati ojizlaydi. Bo'libmi miloddan avval 771da mushu shimoldagi Charochi millatningki hujumiga chidamay, undan keyin poytaxtni almashtirib sharq tarafga almashtirgan. Shuningga sharqiy Zhou davlati deb ataydi. Shu vaqtdan e'tiboran hamda Xitoy tilida hamda bu Chunchu davri deb ataydi. Shu vaqtda bu eng boshda necha yuz beyliklar bor ekanda,
Keyin andan keyin beyliklar bir-birisini hujum qilib, bir-birisini o'zining davlatiga qekilib azalgan gap. Bu milatdan avval 470 yillar kelgan chaqda hamda asosan 7 beylik qoldi. O'ttirda, ya'ni Chou davlati bor. Mushu vaqtida andan keyin Huasha va Chusha degan hukm paydo bo'ldi. Bu hukmni hamda Kongzi buni redlab tushundirdi. Ya'ni avvalgi Chou davlati merkezdeki esas padişah, ondan keyin bununla bağlangan beylikler hammasi yig'ilib Huasha ve Chusha deb atagan. Ve bazen de bununla Jungo deydi. Yani bazen deyildi. Şununla bu avvalgi degan Huasha'larning o'tag'an yerini hammasini Jungo deb atagan. Bunun ki manası mı? Yana yeryüzünün merkezindeki devlet degan gap. Bazen Jungo degan vaqtida, ya'ni mushu vaqtlarda Jungo degan vaqtida yolg'izli podshoni o'tag'an yerini deydi. Mushundaq ko'z qarashlar bo'lganligini tushuntirib berdim. 24 suloli tarixini tadqiq qilib, ichidagi Jungo'ningki hukmlarini izlagan gap. Buningga bunda necha turga ayiribdi. Birisi mushu kulturninki Jungo'si, birisi coğrafyanınki yoki mekanninki Jungo'si, yana birisi siyosiy merkezninki Jungo, ya'ni yeryüzününki siyosiy merkez Xitoyda bo'lgan. Va yoki nurg'un derebelik davlatininki arasında bir Jungo ve bununla Chou devletinden padişahı bağlanğaçqa bu derebelik devletlerini Jungo deganda nishna atab kelgan. Yani tarihdeki Jungo qaraydigan bo'lsak, hozir biz tushungan Jungo emas. Yani tarihdeki Jungo asosan mushu nima? Abaqaman degan mushu yeryüzündeki merkezdeki devlet degan. Bununki başka abaqaman degandek Jungo Mingo yoki Jungo Mingo'ning qisqaltgan shakli degan hukm tarixda yo'q. Hem de bir yerde mi kısa koyay, Xitoydaydı misalga Jungo Mingo'nun kısaltması Jungo deydi. Şununla bu hazırki ulus devletki Jungo hukmini aşı nimigacha tarihdeki Jungo bilan o'xshashtirdi. O'xshashtirgandan keyin tarihdeki Jungo Xitoyning qurgan Jungo deydi. Halbuki Jungo Mingo degan so'zning qisqaltgan ahvoli degan bunda sözünün resmi hüccette yazılgan emas. Demek ki Xitoylar aşında özü aşında düşünülüp aşında devagan bir söz buluş gerek deb o'ylayman. Malum bu Xanzu degan bir atalg'u chiqib qoldi. Mesela Xanzu degan atalg'uni kelishmayotgan Xanzularga bog'lab tushunmagan bo'ldimi? Shu yangicha yoki shu vaqtdagi Xitoy ziyolilari ulus davlat o'tirg'i chiqish boshqa vaqtda Yevropada. Albatta bu Xitoyning ta'sir ko'rsatdi. Ular bu ta'sir iqtimon ta'sirida bir ulus dinini shakllantirishga qatnashganligini deyapmiz. Bu Xitoyning tarixi qaraydigan bo'lsa, Han sulolasidan baqirab, Tang sulolasi baqirab taraqqiy qilgan yoki qudrat topganda bilimi. Men xato bilan bildim o'qimayman, lekin demishqiliqi Tang degan ismni qo'llanma, Han degan ismni qo'llandi degan bir savol paydo bo'ldi bu yerda. Sizce bunun bir sebebi var mı? Bunun sebebi şu, milattan evvel 221'de Çin devleti, Çin Şihuan'ın Çin devleti, mushu qolgan 6 devletini bütünleştirgen devlet kısa devam kıldı. Milattan evvel 206'da yıkılıp gitti bu devlet. Bu devletninki mushu zemininde aslında 7 devletten teşkil topgan bir devlet. Mushu 7 devletninki tilleri biraz farklı. Yazıkları farklı. Medeniyetler, kültürlerinde farklılıklar var. Örf adetlerde farklılıklar var. Hatta bu Harun'un çağının kengligi, çoğunluğu, yollarının çoğunluğu degandek aşıladı mı farklılık var. Yani bu Çin devleti muşu farklılıklarını yoktamadı. Bunu yoktalıgan Han sülalesi. Han sülalesi iki kıtım kuruldu o hem de. Birisi Garbi Han sülalesi, birisi Şarkı Han sülalesi. Hem de Jıkkan çağda 400 yıllık tek bir tarih var.
Muşu 400 yıllık tarixinin içinde əbəqi oxşumaslıqlarını həmmisini oxşaş halıqa əkəgən. Yani bir milletinin ki peyda buluşu Han sülalesi bile başlayan. Şununla tarihte bazen Hanlılar da ataydı, Xitay mənbələri başına ataydı. Misalға Han sülalesi vaxtıda muşu Çin devletinin ki adamlarını ama Çinrin deydi. Çinliklardı, Hanlıqlardı. Ama bir mezgil ötkəndən ki Çinliklar deydiğən yapımı kalmadı, şu Hanlıqlar deb ataydıgan oldu. Keyinki devirlerde hem de Xitay devletini bütünleştiremedi. Çünkü milattan keyinki 220'den Muşu Sui sülalesi yani 500'lenlik yürügüce Xitay əbəqi digəndək bir bütün devlet kuramadı. Parça devlet, bazı devletlerini Xitay kurgan emas. Xitayga oxşamaydigan milletlerini kurgan devletler var. Misalға Wei sülalesi 368'lerden itibaren Muşu 500'lenlik 55 gece kurulan Muşu Wei sülalesi ulanın ki Tigdegi Muşu Şempi deb okuydu bu. Şembilerinin bir kolu boğan Tobalıklar kurgan da o devletini. Bunundan başka misalға Hunlarının ki 3 kabile, 3 devletini kurgan. Bunundan bu tarihte yo'qolib ketdi bu milletler deydigan. Yani biraz Tibetliklerge bağlaydı, Tuyuhunlarga bağlaydı. Ulardan iki devlet, Xitay mənbəlerde Wuxu Liubo deydi bu. Şimalda 5 Hu devlet var, yani Xitay'nın devleti emas. Cənubda 16 devlet var deydi, yani Xitay'nın cənubda. Degende bu devir bütünleşemedi. Aslında teximi çekildi. Ama Sui sülalesi kelgen çağda ondan bir bütünleşik mandı. Ama Suililar deydigan gaplar tehi payda bo'lib Sui devletimi 618'de çıkıldı. 618'de Tang devleti kurdu. Tang çıkkandan keyin ondan Tanlıqlar deydigan ifadeler başladı. Misalға Amerikaga yerleşken Xitaylar özlerini Tanlıqlar deb atab ekan o'z vaqtida. Shuningga o'tag'an ko'chlarni Tanrıncı deb atagan. Bunun yanında şu Huaşa deydigan Hua degan ismni ishlatgan. Chet eldagi Xitoylar Huarin deb ataydi. Bu Xitoylik ma'noga keladi-yu, ammo ba'zilar deydi Hanzu boshqa, Huarin boshqa deydi. Bo'libmi biz balki diqqat qilmaymiz. Misalға Hong Kongliklar va ba'zi janubdagi, Guangdongdagi, Shamongdagi ba'zi Xitoylar biz Jungolik deydi. Ammo Xitoylik deb atamaydi o'zini. Xitoylik kim o desa shimaldagi shu odamlar. Bu janub xalqlar biraz tirishchan, biraz boy bo'lgandan keyin shimaldagi Xitoyni, Hanzularni biraz kamsitadigan ahvolda. Chunki bular o'rin tirishmaydi debchi. Aslında bir ayrımı var. Biz Hong Kongliklarga dikkat qilsak, ular Jungo'yun deydi, Hanzu'yun demaydi. Ama Xitoy hükümeti bütün şu Xitoy tilida gapirganlarni hammasini Hanzu'yun deydi. Keyin bu Tang devletimiz yıkıldı, yani bölünüp gidiyordu, Song sülalesi peyda bulundu. O vaqtida hem de Songliqlar deb atagan. Mongollar kelgandan keyin Yuanliqlar deb atagan. Ming sülalesi kuruldu, ondan keyin Mingliqlar deb atagan. Manchurlar kelgan chaqda hem de Xitoylar o'zini Xitoy deb atashdan qechib turib, hem de Jungo deb atagan. Ama bu vaqtdagi Jungo, men degandek Xitoyliklarning Jungosi emas, Manchurliklarningki Jungosi. Keyin yani devamında yani tafsili tushunadi bu masalani. Hamda avval degandek shu g'arbda bu ulus kimliklar, etnik kimliklarni o'tirib qo'yishlar birlikda Xitoyma Xan deganni tanlagan. Chunki men degandek Xanningki andaq alaytligi bor. Qolgan sülaleningki bunda bir alaytligi yo'q, hamda Xan eng baldur, eng beshida. Şununla bu Xanni talashninki sebebimi bu. Misalға hozir Türk xalqi deymiz bu. Bu Köktürk devletinden kelgan. Bularmi shu Xan devletinden olgan bo'libmi 20-asrninki 5-ida nurg'un Xitoylar jiq yezib ketdi bizning millatimizning ismini. Talash tartishlar jiq bo'lib ketdi. Abaqa degandek Xanliqlar, Huashaliklar, Huarinlar, ondan keyin shu Tangliqlar deydigancha. Müştaklarını çık koygan ama
Ең ақырда мұшы Сұңдымсан болсын, қаған әлігі оқуқ тұтқанла әмді хан деп атығашқа біздің хан милletimiz деп Сұңдымсан бек жақалайды. Шуларla birlikte hazırki Komünist Xitay hakimiyetimi хан milletini жақалығашқа hazır bu Xitayla әмді хан milleti болғаған. Болмаса tarixte xil-xil sülale boğaşqa hemisi aşı sülalının ismiyle atangan, değil mi? Şunun Liang Qichao bizde millet diye ufkum yok, devlet diye ufkum yok. Yalnızla sülale ismi var. Halk mı aşı sülalenin halkı. Bir devletin halkı mı? Sülalenin halkı. Hem de hazır deyimiz bu Xitay'daki tarihteki sülalenin Go dep ataydı o deyil. O vaxtdaki Go, hazırki Go'nun manası da emas. O vaxtdaki Go sülale demektir. Sülalenin ki merkezde oturgan şehir yani paytaxt bu Go'dur. Bunda atılgan. Ama jigin jesirden kim bu Go'nun ki manası biraz özgerdi yani içige bazı manalarını qıytib etdi de hazırda. Zamanıvi hukumlarını qıytib etdi. Oğlum zahbatlar yaxshi bir mühim kimini o'tirib qo'ydingiz. Bu Xitoylar tarixdagi Jungo bilan Xitoyning hozirgi tushanchisida tarixdagi Jungo bilan hozirgi Jungo o'tirib xil farq bor edi. Hamiyatda buni farqlarini uchun so'zlab o'tamiz, ammo texnik tafsilot so'zlab bergan bo'lsangiz. Chunki hozirgi Jungo albatta o'zi so'zlayotganki tushunch shaklida shakllangan bir uqumda bilinmaydi. Biroq tushunlik bor. Xitoyningki bir ataqlıq bir sosiolog var, Fishotun deydigan. O şu tarixdagi Jungo bilan hozirgi Jungoni o'xshashlashtırib anlatgan adam hisoblanadi. O aslında bir ilim adamdı. Ama Komünist Partiya kelgandan beri bu siyosiylashgan bir adam bo'lib qoldi. Shunda bo'lsa bir maqolasida Tangrining o'g'li o'tag'an yeni Jungo deb atagan o'z vaqtida. Ondan keyin qolgan derebeliklar egishib, ondan keyin Jungo degan deydi. Bu yerda shu yer yuzining markazi Jungo bo'lsa deydi. Aslında Jungo hech yo'qolmagan deydi. Qaysi sülale devlet kursun, hakimiyet kursun. Ama ular hemmisi özünün Jungo degan, şoňaşqa Gomindan'ınki devleti hakimiyetimi Jungo nişna attıgan. Aslında əbəyki Jungo degan gap, əbəy mən dedim o merkez, yer yüzünün merkezde ya ki padişahını otağan payta, ya ki başka derebelikle egişip Jungo devagan da düşündürdüm. Aslında şu Xitayninki en kona eserlerge qaraydigan bo'lsak, bu to'rt tarafdagi yoki qo'shin devletlarga qarta deyilgan bu. Ya'ni deylik-ki, Türklarning, Uyg'urlarning ota bobosiga qarta, biz Jungo sen chetdansin, sen chetdan. Ya'ni bu selishtirmalik bir narsadir. Endi Ko'ngza vaqtida buni texmi targ'ib qilganda, buni texmi kuchlantirgan bu Jungo usulini. Şununla deydi, Jungo bu yer yüzünü Jungoluklar, yani Xitaylıklar başvurdu. Bu chet-eldagi abaki çarıcı milletler Xitayga hücum qilsa, bütün Jungoluklar birleşip bununla karşı çıkış lazım deydi. O vaqtda derebelik devletler, yani beylik devletler öz aldığa müstakil yaşayotganlar. Ama birlikte karşı çıkaydı. Eğer de bizni başvurup kalsa, biz aşı ölsek mi, yani aşınınga karşı çıkış lazım dedi. Yani ölsek mi, oğday. Şu düşüncede şu mana çıkırdı. Ko'ngzininki ideyası aslında şu yeryüzünün merkezde yalnızla Xitay bulundu. Başka millet olmaydı. Eğer de başka milletler Xitay, yani Jungo'ga kirib qolgan bo'lsa, Jungo'nun adetlerini ügünüp, siyasi medeniyetin ügünüp aşına bopasa o mu Jungoluk degan bir gapim var. Yani Jungo'nu hiç kimga bermagan değil mi de Xitoydan boshqa hiç kimga bermaydi. Hem de bu Jungoluk bulup, Xitoylik bulup, aşı çarıcı milletlerge qichib ketgan bo'lsa, o Jungoluk degan kimlikni yuturib qo'ydi deb ataydi. Şununla bu qat'iyan bir nima siziq var değil mi? Jungo yalnızla Xitayning Jungosi. Başka bir misalını bereyim. Misalga Manchurlar bu Xitayliklarni, yani Hanzularni Nikan deb ataydi. Bu gap söz nereden kelganligini bilmayman. Şu Ming sulalasi vaqtida yuksaladi bu Manchurlar.
Şu vaqtida Ming sulolasining xalqini Niqam degan va Ming sulolasining devletini Dulumbay deb atagan. Dulumbay Gurung. Gurung hamda mamlakat devlet degan gap. Bu Dulumbay degani markaz degan gap. O'ttirda degan gap. O'ttir devlet. Ya'ni abaqiman degan Jungoninki tarjimasidamdi. Ya'ni bugungi Xitoyning Jungo ma'noda emas. Ya'ni markazda turgan bir hokimiyat deb so'raganda. Keyin bu Manchurlar Xitoyga kirdi, Xitoyda hokimiyat qurdi. Ondan keyin o'z-o'zini Jungo deyishga boshlaydi. Ama yine Manchurchadagi Dulumbay Gurung deb ataydi. Manchurchada ajna yozildi. Ama Manchur devrinde hem de Xitoycha yoziladi. Bazı fermanlar var o. Manchurcha yozildi. Manchurchada Jungo degan, Xitoycha Jungo degan gap hem de o'zining tilida Dulumbay Gurung deydi. Ama Xitoycha tarjimasiga qarasak, u yerda Jungo deb yozilgan. Demek ki Manchurlar Xitoyda bir hokimiyat qurgandan keyin o'zini Jungo deyishga boshlagan. Demek ki başta Ming sulolasidagi Jungo Xitoyliklarning Jungosi, Manchurlar kirgandan keyin Manchurlarning Jungosi bo'lib qolgan. Misoliga Mo'ng'ulchada shu Jungoni, ya'ni Xitoy davlatini Domdadu ulus deydi. Domdadu degan o'ttira va markaz degan gap. Ulusni ham deb bilamiz, bu Uyg'urchadan Mo'ng'ulchaga kirgan bir so'z, millat ma'noda ishlatgan. Demek ki bu hozirgi men davatgan gap so'zlar nima Xitoyning o'zining davagan tarixdagi Jungo bilan hozirgi modern zamonidagi Jungo bilan o'xshamaydi aslida. Tafsili misollarni berib o'tay. Ya'ni Manchurlarni asos olay. Manchurlardan avval boshqa nima deb o'tay. Bu Abay Shampi degan bir millat o'tdi. Bu bir federatsiyaning ismi. Shampi bir chorvachi millatning ismi. Keyin nurg'un shu chorvachi millatlar hatto Hunlarni hokimiyat ostiga olgandan keyin u bir federatsiyaning ismiga aylangan. Shampilarmi o'zini Jungo deganda. Yani Abeyqiman degan Tobalar var, Tobalıklar. Ularga bir sulolasi qurdi o Xitoyning shimolida. Ularmi o'zini Jungo deb atagan. Undan boshqa misoliga bu Xitoylar var o. Xitoylarmi o'zini ashuna ataganda Jungo deb. Shu Xitoylardan keyin Jurjanlar var. Hozir deb Manchurlarning ota bo'lsa bo'ladi ular. Ular Jing deb davlat qurgan. Ularmi Jungo deb atagan. Bu atashning hammasi markazdagi davlat degan gap. Hindistonninki ba'zi tarixga qarasak-ma, Hindistonda qurilgan davlatlarma o'zini markaz deb atagan. Buddist shu manbalardami, shu buddistlarma Hindistonni dunyoning markazi deb ko'rgan. Ularma o'zini markaz davlat degan. Koni zamonlarda shunday biz dunyoning markazida deydigan shunday hukmlar bor. Bundan keyin Tangutlar var. 11-asrda kuchli bir devlet deb bilamiz. Gansu Ningxalarda hokimiyat qurgan. Bularmi o'zini Jungo degan. Bunimi qayirib qo'yaylik. Bu Koreyaliklar, bu Japonlar, bundan keyin bu Vyetnamliklar. Ularmi o'zlarini shu 16-17-asrlarda Jungo deb, Junghua deb atagan o'zlarini. Bu atashninki bir sebebi var. Bu sebep şu. Yani bu Moğollar Beijing'de, yani o vaqtda Beijing'ning ismi Ordubalık. Ordubalıkda Yuan sulolasiini e'lon qildi. E'lon qilgandan keyin Xitoyning hamma hokimiyat ostiga oldi 1271'da. Bu hokimiyatni e'lon qildi. E'lon qilgandan keyin abaqi Kongzining gibi bir yerda hamda talash tortishning masalasi bo'lib qoldi. Bu Jungo, Xitoylikdan boshqa Jungo bo'lmaydi. Ama bu chorvachi millat kelib oldi bu yerga. Bu Jungoga kirib oldi. Jungo nerdamdi? Shuni ular Koreyaliklar deydi. Jungo endi bizda deydi. Chunki Jungo degan narsa Xitoyda emas. O o'tib bizga keldi deydi. Biz Jungo deydi. 15-asrdagi Japonlar deydi, o Jungo sendimi, bizda deydi.
Mavi Japonya'nın ki şimal tarafı var ve Hokkaido degen rayonlar var. O rayonda hem de burun nimeler, yavayi millet yaşaydı değil. Mavi her tarafta Kore yaşattı, ulamı yavayi millet. Onun için Japonya'nın cenub tarafta Okinawa degen rayonlar var. O rayondakiler mi yavayi. Tört tarafta yavayi millet var, o konumuzunki düşüncesiyle okşar. Oturdu Japonya var, şunu Japonya dünyanınki merkezi. Ondakta Cungo Japonya'ydı. Ya ki Cunghua dep attıgan, yani Korelilikle çıkarak Cunghua dep attıgan. 17. asırda Vietnam'da bir imperiya kuruldu, yüzleri imperiya değil mi? Ulama yüzünü Cungo davağında, yani dünyanın merkezi Vietnam'dadır. Şununla bu Cungo, yalğızla Xitayning Cungo'su emas. Kim aşı yüzünü dünyanın kurgan hakimiyetinin dünyanın merkezinde toplagan bolsa, o yüzünü Cungo dep ataydı. Xitay mənbədə mesela yazılgan ama o bazı tıllarda onda yazılgan emas. Birazdan keyin yana devam qilay. Misalga ben dedim Manchurlar şu Xitayga kirgandan keyin 1644'da hakimiyet kurdu bu. Kirib bo'lgandan keyin o'zini Jungo deyishga boshladi dedim bu. O mənbələrdə bor. Bundan başqa misalga 1689'da şu Manchuriya, Şimali Manchuriyada Ruslar bilan talışıp bir rayonuna talışıp ahiri bir kilişimga imza qilgan bular. To'xtamnomaga. Buni hamda Xitoylar Nibuchu to'xtamnomasi deydi. Aslında Nerchinskiy deydi Ruslar. Nerchinskiy kilişimi deydi. Bu kilişimde Manchurcha, Xitoycha, Ruscha yozilgan. Manchurchada Jungo degan gap o'tadi. Ya'ni Dulumbay ababi degandek. Dulumbay gurum deb Manchurchada bunday yozgan, ya'ni o'rta mamlakat. Xitoychada Jungo deb yozgan. Ruschada Xitoy deb yozgan. Demek ki o Manchurchadagi o'rta devlet degan gap Xitoyninki Jungo degan ism bilan o'xshash degan gap. Ya'ni Jungo bugungi tushungan Jungo emas. Yani en başta bu tarih işletken şekilinde. Misalga bu 1712-15'lerde şu Manchur İmperiyası Ruslarga o vaxtda 1. Petro'nunki vaxtı Ruslarning Nochi padişahı bu. Bir elçi evi tutdu. Bir elçi heyeti evi tutdu. Şu Şarq Türkistan, G'arbiy Mo'g'uliston bu yerdagi Mo'g'ullar to'la avara qilib, yani Ruslarga bularni qo'llamanlar deyish uchun Tulishim degan bir heyetning beshidagi odam o Manchurcha yozgan xitini topshirdi nimaga Rus padishosiga, ya'ni Petroga topshirdi. O'zini mudat deydi, meni deydi. Bu meni kelimesi men degan gap, biz degan gap. Türkçedekla mu Uyg'urda. Meni Dulumbay gurum deydi. Mening devletim deydi. Mening devletim degan gap ne? Mening o'rta devletim deb ataladi. Buni keyin Xitoychaga tarjima qilgan chaqda Woman Jungo deb tarjima qilingan. Demek Jungo o Manchurchadagi Jungo Dulumbay gurum degan gap o'rta mamlakat, o'rta devleti degan gap. Buni to'liq jaqalab ketdim çünkü chiqadam buni hozir men deganni bek bilamligashga ketyaptim. Misalga bu Manchurlar az nüfus bilan ko'p Xitoyni boshqargan. Va ba'zi Xitoylarninki talash tartishlar bo'lib ketgan. Bu Xitoy ko'p bo'lgan bir davlatda bu nima charochi millat yoki qaloq millatlar boshqaryapti degan talash tartishlar bo'lib ketgan. Shu vaqtida bu Yungjin podshosi 1733'da yozgan bir tushuntirish var ekan. Bu yerda deydi, biz deydi, yani Manchurlar Sharq tarafdan bu yerga kelib hakimiyat qurdik. Ve yeryüzününki podshosi bo'ldik. Biz şu tarixdan beri kelgan foydani devam qilyapmiz. Muhim bir so'zi bu yerda deydi, yeryüzü hiç qachon bir maxsus bir ailenin, bir millatninki yeryüzü emas deydi.
yeryüzüne başvuruş için çokum şu ahlaklıkta Tanrı'nın yolunu bilgen, yani Kensha dese, yeryüzü dese, Cungo dese seninle emez. Hazır Mançurların demekçi. Bu vaxtıda Mongollar bulağı qıytılıb ketken vaxtı. Şununla Mançur, Mongol, Xitay üç tarafınınki umumi ismimi Cungo. Yani Mançurca'daki Dulunbay Gurung degendi. Keyin bu Tibetlerine hakimiyet astı kaldı. 1757-59'da Şarkı Türkistan'ı aldı. Bu 5 milletninki Cungosu. Yani Mançurca menbelerde bu 5 rayonninki Cungosu. Mandak atıgan. Bular hemisi menbelerde yazıqlıqandı. Çetelliklerde mi bir misal birey? Misalga bu 16. əsr, 17. əsrlərdə nurgun şu Avrupalı Hristiyan misyonerler, yani din adamları Xitayga kelib hem de dinni yaymakçıda hem de vazife. Bazıları hem de Mançur saraylarında vazife ağanlarma var. Çünkü ular teknolojide, ilimde, doktorlukta haceti yetişken adamlar var. Resim sızışta, müzik cette. Çünkü onların alaytlıktan faydalanıp ulanımı işletken. Bunların arasında bir Portugalyalık bir din adam var. Magalhães deyilgan. Bu 1610 ve 1677 gece yaşayan. Ama o ölgende Xitay'da, Beijing'de öldü. Xitay'da kömüldü bu adam. Bu bir kitap yazgan. Xitay tarihidir. Bu kitap 1868'de Fransızcaga, bir yıldan keyin İngilizcege tercüme kılın. Bu kitap G'arb dünyasında Xitayni, yani Mançur devletini en yaxshi tanıtkan ve birinci en yaxshi tanıtkan kitap. Bu kitapnınki bir bölümünde manda düşündürdüm. Şarkı Tatarlar deydi. Bu Mançurlar ne demekçi? Bu Şarkı Tatarlar öz vaxtıda Xitayni, yani Xitaylıklarını, xanlıklarını Nika Korum, yani degan Nikan Gurum deyip atıgan deydi. Bununki manası Yavayi devlet. Manası o deydi. Ve hazır bu Mançurlar hakimiyetini şu Xitay'da kurdu. Ve devletininki ismini hazır Tulunbay Korum, yani degan Dulunbay Gurum degan manada, bunun manası merkezi devlet deb düşündürgen. Şununla bu degan manalarını mana chet mi biladiganlar bu yerda. Misalga 1757'de bu qalmoqlarni yengib oladi Mançurlar. Yengib olgandan keyin bu Qozaqlarninki bir reisi Ablayxan deydigan xon mushu nimaga Mançur devletiga biat bo'lishini talab qilgan edi. Ya'ni shu qalmoqlar bo'za qilib ketmoqda. Bu yerdan da Mançur imperatori xat yozdi bu Ablayxonga. Yozgan vaqtida Cungo'nunki sahibi degan ma'noda Dulunbayi, Gurungi, Ajan debdi de. Bunun manası hazır degandek o'ttir devletninki hakimi degan gap. Demek o Kazak tarafdimi mushu ufqumni bildiganda Cungo degan gap o'ttir devlet degan. Yani yeryüzünün merkezinde. Uygurlar bilan munosabatlik bir manbami bor. 1902 yılında mushu Pirmanninki bir tadqiqot heyeti Mançurlarga keldi. Bu yerdan mushu nimaga Sharq Turkistonni ziyorat qilmoqchi, bu yerda tadqiq qilmoqchi bu yerni. Ama Sharq Turkistonga ketish uchun bularga pasaport berish lozim ekanda. Pasaportda Mançurchada yozilgani Dulunbay Gurum Turfan Kucha Qashqar. Yani orta memleketinin Turpan Kucha Qashqarga baralaydı o da bizi. Yani Mançurlar özüne Cungo degan. Hamda Xitaylar hamda Mançurlarni Cungo degan, shunga Mançur Cungo'ningki devleti deb ataydi-ku. Mançurlarninki Cungo degan ma'no
men dunyoning markazidagi davlat degan gapda. Uningdagi misolga Tibetga kelsakmi, Tibetliklar shu Xitoyningki rayoni, ya'ni Manchurlar kelishdan avval Xitoy rayonlarini, ya'ni Xitoyliklarningki yeri Jungo demək üçün Xitoyliklarning yeri deb atagan chaqda Gayanak deydi ekanda, ma'nosi shu Xitoylikning yeri. Ama Manchurlar shu Tibetni, Xitoyni, Mongolni, Manchur rayonini boshqargandan keyin uningga yo'lbis deb atabdi. Yo'lbisningki ma'nosimi markaziy davlat. Bundaq ko'ra olamizda. Bu Ming sulolasidan itibaren shu Manchur davlatigacha shu chet eldan kelgan xalqning bu sözünü bileliş üçün, derslik üçün bazı lügatlarını yazgan. Bu hakkında nurgun tədqiqatlarımı var, yani Şərq Türkistan Turpandı makali var. Bunun bir tanesi Hua Yi Yu deydi. Yani Xitaylık ve çetelliklerinin tercüme sözler. Bu yerde şu Moğollar bilen münasebetlik bölümünde Jungo degan bir isim var da. Jungo ismini avazlık bilan tercüme qilibdi da, transkripsiyon sistemi bilan. Deydi Tongda ulusu debdi. Tongda ulusu. Bu nima deganda, Abeyqiman deganda Dumdal ulus. Yani Mongolca orta memleket. O'ttirda turgan memleket ma'nosini ishlatilgan manbalarda jiq ko'rinadi. Bundan keyin shu 14-asrga oid Turpanda, ya'ni shu Pirmanliklarningki Turpanda topgan bir yitilib ketgan bir yozma bor. Bu yozmaningki 9-qurda mana bir gap o'tyapti. Ya'ni Dumdadu Mongol ulusun. Bunun ma'nosi markazi Moğol davlati. Ya'ni demakki Moğollarma yüzünü shu dunyoning markazidagi davlat. Ama Xitoycha tarjima qilgan chaqda bu Jungo bo'ldi. Mushunga o'xshash misolga abay Jurjanning gapini qildik-ku. Bu Manchurlarningki ota bo'lsa, bular jing davlat qurgan. Ashlarni yashagan rayonningki bir nimada tosh ustida bir yeziqlar yezibdi-da. Bu yerda Dolumbay Asin Gurun debdi. Asin bizningki hozir bilgan Xitoychada Ayshin deydi-ku. Manchur devletinin kurucu aile Ayshin var bu, Ayshin diyorlar deydi o. O Ayshin, yani Ayshinlarning kurgan merkez devleti degan. Yani Ayshin Jungo degan gapda hamda Xitoycha tarjima qilingan. Va shu abaqa degan shu Xitoylarga ait, yani Xitoyliklarga ait ba'zi mezarning ostida, ichida tepilgan ba'zi mezar yezig'i deymiz. O yeziqlardimi Xitoycha yozganda hamda Da Zhongyang Chidango debdi. Cho'ng ulug' markazi Xitoy davlati. Demakki Xitoylarma o'zini Jungo deb ataganda. Ama o Jungo hozirgi Xitoyning deyotgan Jungosi emas. Buningki farqi naydi ro'shan, ya'ni tarixda ben nurg'un misolni berdim. Ro'shan bir shaklda tarixda har Jungo deyilgan Jungo Xitoyning emas. Bunda xulasa kelsak bo'ladimi? Jungo deganlikki madaniyat ma'nosi va jug'rofiya ma'nosi va siyosiy ma'nosi bor. Ammo shu uch xil ma'noda hozir Xitoy millati deyiladi. Ba'zi davrlarda ancha-muncha rol o'ynagan hokimiyat peshiga kelgan. Ammo qandaqdir butun o'zi o'ylab olgan Jungoda bir butun Xitoy millatiga mansub degan bunda ko'z qarashniki xato ekanligidan iborat. Mush xulasa kelsak bo'ladi. Shunday misolga Manchurlar o'zini markaz davlat deydi, Jungo deydi. Xitoyma shu Jungoga beqinganda, ya'ni Manchurlarning Jungosi. Shuningga Sun Yatsen, Sun Zhongshan shuar vaqiraydi-ku, Shu Dalu Xifu Jungo. O degan gap Manchurlarni qo'g'lab chiqarib o'taylik, Xitoyning davlatini quraylik, ya'ni Jungo Xitoyning bo'lsin deydi. Ya'ni bu mayli bu Yuan Shikayningki Beijing hukumati bo'lsin, mayli bu Sun Zhongshan'ningki Guangzhou devleti bo'lsin, hokimiyat bo'lsin. Bular Xitoyliklarni, Hanzuringninki, Xitoyliklarningki Jungosini qurmoqchi. Bu shuar 300-400 yil avval Zhu Yuanzhang shu Mongollarning Yuan sulolasini yiqitgan vaqtidami,
o'xshashini ishlatgan. Xat o'xshamaydi, ma'no o'xshash. Ya'ni Yuan sulalısini yiqitib, Xitoyning jungosini quraylik degan. Deydi, Mo'ng'ullarma o'zini markaz davlatda turmaydi. Ya'ni o'ttir davlat. Undaqda Mo'ng'ullarni o'ttir davlatni yiqitib, Xitoyningki o'ttir davlatni quraylik degan ma'no chiqdi u yerda. Ama bugünkü Xitoy Jungo desilar Xitoylikning deb tushungachga tarixda o'tgan Jungo degan so'zni hammasini Xitoylikqa bog'laydi. Misolga Mahmud Qashqariymi yuqori Chin, o'rta Chin va To'van Chin deb atagan. To'van Chin bu Qarag'anlarni yashagan yeri. O'rta Chin bu nima Xitoy Song sulalasi. Yuqori Chin ya'ni Qitan davlati. Bu qandaq bo'lib qoldi deb Xitoylarma deydi, mana Chin degan Jungo degan. Jungo degandan kimlar? Xitoyning Jungosi deydi. Ya o vaqtda Song sulalasi bu Qarag'anlarga qanda yetishib kelalaydi. Liao'dan o'tish lozim, Liao davlatidan. Ondan keyin Tangutlarning qurgan Shah davlatidan ketish lozim, Turpan Uyg'ur davlatidan o'tish lozim degandek necha davlatni atlab around Qarag'anlarga kelalaydi. Bu yerdagi bu Mahmud Qashqariyning ishlatgani men bunda o'ylayman. Bu arablarningki bir tushuncha qoidasidan keldimki deb tushunman. Çünkü şu 9. asırdan itibaren yani o vaxtda yama az yazılgan 10, 11, 12. asırda Arapça bilan yazılgan nurg'un seyahatnoma bor. Bu seyahatnomaninki bir qismi şu O'rta Osiyo deymiz, Sharq Turkiston deymiz, Xitoy, Hindistonning yozgan. Xitoy bilan hozirgi Xitoy bilan Xitoylik deyli. Bu Xitoy bilan şu Türklarning yashagan rayonni 7. iqlim deb ataydi ekan. Haligi 7 iqlim ayiribdi dunyoni. Mavi Xitoy bilan mavi Türk xalqini yashagan yerni 7. iqlim. Shuningga ba'zan shu nima seyahatnomada Türk xalqini Xitoylik deb atagan yer bor. Tibetni Türklar deb atagan ahvol bor. Ba'zi Xitoy rayonini Türk rayoni deb atagan bor. Bu hukm belki şu nimene Mahmud Qashqariy ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Ya'ni 7. iqlimdagi davlatlarni yuqori, o'rta va to'van deb ayirgan bo'lsa kerak. Ya'ni ba'zi Xitoy tadqiqotchilarining degandek, Qarag'anlar Xitoyninki, ya'ni Jungoninki bir yerlik hokimiyati degan gaplar to'g'ri bo'lmaydi. Faqat arablarning dünyadaki milletini kategoriye Türk ayırgan vaxtında kilimet ve coğrafyani asas kılıp ayılıp kağalık usulda Xitay noktasını qarapla meselege üzgü paylık noktasını burğalık mübarek niyetini kurulayımız var. Malum bu tutatlığı bir tavgaş diyen atalığım var. Xitayla onun üzgü bağlı aldı. Bu kandak bir düşüneşik oldu. Divanı Logat Türk'e qaraydigan bolsak, tapqaçınınki 3 xil ma'nosi bor. Birisi şu Xitayni tapqaç deygandi. Bunun kelib chiqishi Abayqiman degan Tobalarning qurgan Vi sulalasi bor. Vi sulalasi keyin ikkiga ayrildi, Sharqiy Vi va G'arbiy Vi deb. Keyin texim, ya'ni ismlarini o'zgartib, shu Zhou davlati, Qi davlati deb ataydi. Shuningga Ko'pturk xaqoni Muqanqaga janubda ikki sodiq o'g'lim bo'lg'ashqa, men nayta xotirjam degan ikki o'g'li shu ikki davlat. Shimoli Zhou va shimoli Qi. Çünkü o ikisini o'ziga beqindirib olgan. Mushu tapqaç mushlardan keladi deb Paul Pelliot, ya'ni bir Fransız bu naydi ataqli bir tadqiqotchi, bir olim. Onunki bir tadqiqoti bor. Ya'ni tapqaç ko'p turklarning davatgan tapqaç ism Mishadan keladi deb. Keyin hamda Xitoyda qurilgan hokimiyatni hammasini tapqaç deb atagan deydi. Ikkinchi ma'no bo'lsa ulug' cho'ng degan gap. Uchinchi bo'lsa unvonda ishlatiladi. Tapqaç. Shuningga bu bir jihatdan tapqaç deb Xitoyni atagan bo'lsa, bir jihatdan Chin deb atagan. Chinni machin deydi-ku. Uni atagan. Hamda arablar Sharq Turkistonning ba'zi rayonlarini Chinni deb atagan ahvolimi bor. Misol Xotan rayonini. O Xitoy degan ma'noga kirmaslik lozim deb o'ylayman, chunki Abayqi degan sababdan. Ya'ni arablarning jo'g'rafiya, iqlim kategoriya qilgan joyda degan gap.
Tapqaç degan ismni ko'rgan hamatlar Xitoy desa bo'lmaydi. Ya'ni divan lug'at turkda qarasak necha ma'nosi bor. Hürmetler biz bugünkü programımızda Jungo, Xitay, Xenzu, Afgaş qatarlıq umlarını Erkumal tarixi mənbələrdə təsvir etdik. Erkumal sizə köp rəhmət. Mən rəhmət etdim.